Endi men knopkaninki chekilish hadisiga bir qor program yozdim. Forum 1ninki mavzu stoniga soatni ko'rsatib bersin dedim, ha? Soatni ko'rsatib bersin dedim. Ondan keyin mayadan ko'znakning ustiga ko'znakning o'zining programmasiga bundaq program yozib qo'ydim. Ya'ni komanda 1ninki mavzu stoni komanda 1ning ismini o'zgartirib o'tgandik biz rosa, knopka deb. Knopkaninki ustiga soat degan xatni chiqarib bersin dedik, shundaymi? Soat. Bu hozir ikkilamkin yag yozdim men programni. Biz bunda ba'zi vaqtda nurg'a yag yozib ketamiz. Taxminan mushu ramka to'shab serialni tayaqchini bunda qasd serab ko'rishimiz mumkin programmani. Masalan, bundaq bo'lsin deyli. İşte bo'lib ketgan vaqtda programni mendaq ma ustidagisi ayndaq itilib qoldi. Mushundaq vaqtda men xoslanmish forumniki shu qo'zg'alish hadisiga program yozilgan bir ehtiyojim chiqib qoladi. Yoki mush maydonda hamma narsani tan ko'rsatib olmay, men tanlagan obyektning tanlagan hadislik programmasini ko'rsatib bersin deydigan ehtiyojim shudir. Bu chaqda men in ko'rdingizmi? Yakki shu xil programni ko'rsatdi. Ya'ni mush jarayonni ko'rsatdi. Agar siz komandani tanladingiz, komandaning kilkini ko'rsatdi, shundaymi? Mashina orqali qilamiz. Endi hamma programni tan ko'rdim desak, ma'ni besitimiz hammasini tan ko'rsatdi. Men tushundingizmi? Endi shu programni yozishga kirishdan burun eskartib qo'ygan bir masala bor. To'qinish hadisi programmalarni. Masalan, bir ikki tog'ning orasidagi yoki bir o'stangning ustidagi bir talla daraxtda yasab qo'yilgan yolg'iz oyoq ko'rk bo'lsa, siz qarshi tarafdan mangsangiz, men sizning qarshi tarafingizdan mangsam, oraliqqa kelgan vaqtda bir-birimizni o'talamdik, o'tamaymiz. O'tamaymiz. Demak, bu yerda ikkimizning to'qinishib qilish hadisimiz yuz berdi. Ya'ni qaysining avval ijro bo'lishini biz belgilab bermaganligimiz uchun yoki qaysimiz avval o'tli deyishni belgilab bermaganligimiz uchun har ikkimiz o'zimizningki ko'z qarashimiz bo'yicha manganligimiz uchun bu yerda bizningki ish qilayotgan jarayonimizda o'zaro to'qinish yuz berdi. Programmalarda shunday to'qinish hadisi yuz berdi. Ya'ni programma tuzguchi qaysining avval ijro bo'lishini oldin bekitib bermasa yoki xohlagancha ijro bo'lgan qilib qo'ysa, bu chaqda ba'zi programmalar cheklab qo'ydi. Bunda vaqtda biz buni to'qinish hadisi deymiz. Bu qanday yuz berdi? Masalan, men knopkani qo'shib kelib, ichki kirib programmiz ramkasiga kirib, mush knopka shekilga vaqtda forumninki, ya'ni ko'znakning ustiga soatni chiqarib bersin deb yozaman. Forum 1ninki mavzu stoniga soatni chiqarib bersin deb yozdim. Bu hamda ijro bo'lishga tegishli programma, shundaymi? Men knopkani hozir programmani qo'zg'atib, knopkani bassam, soat chiqadigan aniq. Endi men mau ko'znakni qo'shib kelib, ko'znakning qo'zg'alish hadisiga knopka deganninki, ya'ni ishlash holati yolg'on bo'lsin, ya'ni ishlamasin deb program tuzib qo'ydim. Programni qo'zg'atdim. Ammo chiqdimi? Chiqmadi. Ma'ning ichidagi programmani men hozir misolan ortiq yozgan bo'laman. Bu ko'znakning ustidagi knopka hozir ishlamaslik holatiga kelib qoldi. Ishlamaslik holatiga kelganki, uning ichiga yozgan bir muncha programmam ishlamaydi. Shundaqmi? Bu mana bu to'qinish jihat yoki programning ilgirkiligi jihatga shu moslashmaslik sababi bo'ladi. Moslashtirib yozolmagan bo'lamiz. Endi men mayaga bir qor program yozmoqchi. Ya'ni forumninki mavzu stoni deb işte yozmoqchi-ku, ma'nim chiqsin yoki u bu deb. Mayada mush programning yozilish tartibi va masalasi bor. Masalan, men eng avval nimani yozganman? Forum 1 degan ko'znakning nimasi u? Ismi-da. Demak, bir obyektga yoki bir kontrolga ta'sir ko'rsatman deyotganman, avval uning ismini atab berishim kerak. Birinchi ulab ismini atadim-a? Ismini atgandan keyin chekit qo'yib turib, chekitni qo'yib etsam, uning munosabatli narsalar chiqib ketgan-ku. Chekitni qo'yib etgandan keyin bu yerda forumga munosabatli xoslik, usul degandek narsalar chiqadi. Masalan, ma'hlalat xoslik. Xoslik ekan-ku, ma'hlalat usul. Endi masalan, ma'ningda tozlayma degan gap ma'vu. Mana men bir qor program yozay. Ya'ni chiqarish programmi orqali print yaxshimi siz degan bir qor program yozib qo'ydim-a. Programni qo'zg'atdim. Yaxshimi sizni chiqarib berdi-ku? Nurg'un necha qitim basam shunchini chiqarib etdi. Ammo yerda forumninki chekitib deb yozsam kelas deb bir narsani qilib qo'ygandim-a.
Men buni tozalash degandim. Ya'ni hozir mush ko'znakning sutini qanday qildi ekan? Tozalaydi ekan. Biz baqaymi? Tozalab etdimi? Tozalab etdimi? Usuldan sirt yana bu yerga yezish qo'ldigan xoslik bor. Chiket urib etgandan keyin xoslik chiqdi. Caption. Yani mavzu stoniga degan gap qo'y. Mavzu stoniga soatni chiqarib ber dedim. Programni qo'zg'atdim. Mavzu stonima aytdi-ku. Bassam chiqarib berdi. Yani qaysi o'ringa chiqarib berish munosabatli xoslik bo'ladi bu. Ham bu yerdagi ma xoslik bilan ma tang ikkisiniki mayadiki, yani xoslik ramkisidagi ifodasi qanday bo'ladi? Mavo xoslik bo'lsa, xoslikning nomi-ku mavo. Caption degan mavzu stoniga chiqadigan xatni belgilaydigan xoslik-ku. Mayada. Ma oldi tarafdan tanlaymiz. Masalan, forumning deb bundoq kelsam, ne turdi-ku? Caption. Forum deganga xatgan-ku. Mayaga chiqarib qo'yay. Nimani? O'zimning ismini. O'zgarganda maya? Maya o'zgardi. Demak, mavzu stoniga. Ma siziqninki sol tarafi xoslikning o'zining ismi. O'ng tarafichi xoslikning nimasi ekan? Xoslikqa berilgan qimmat, ha? Qimmat ekan-ku. Ma'ning qimmati, ya'ni mavzu stonining qimmati muxtar bo'ldi-ku. Mush xoslikqa nima belgili bo'lsa, masha yozamiz. Sen hozir ma xarakter tizmisi ekan, xarakter tizmisi chiqargan-ku. Mavzuga xat yozamiz-ku. Buning rasm chiqarib qo'ymaymiz-ku mavzuga. Demak, agar siz rasm yo'llasangiz xatolashgan bo'lasiz. Bu yo'l qo'ymaydi deb qaraymiz. Chunki uning qimmat elish doirasi o'xshamaydi.